Uz Murojaat TV. Samarqandga kelib, Siyob bozoriga tashrif buyurmaslik g'oyat qiziqarli sarguzashtlarni qo'ldan chiqarish demakdir. Sharq bozori bu nihoyatda o'ziga xos joy bo'lib, qadimiy shaharlar muhitini his etish mumkin. Bundan bir necha yillar ilgari bozorlar Buyuk Ipak yo'lidagi bosh strategik savdo obyektlari vazifasini o'tagan. Samarqanddagi Siyob bozori ham bir sayoq ko'rishi zarur bo'lgan shaharning qadimiy nuqtalaridan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda tartibsizligi bilan ko'pchilik mas'ullarning nazariga tushgan ko'hna bozor hozirda yangicha qiyofa kasb etmoqda. Ilgarilari ko'rsatuvimizga bozordagi tartibsizlik, belgilangan savdo me'yoriy normalariga amal qilmayotganligi haqida aytib o'tgan edik, ammo rahbarlari almashib, zamonaviy texnologiyalar joriy qilingach, tartib o'rnatilibdi. Yashil energetika yili munosabati bilan davlatimiz rahbarining tashabbuslariga biz ham labbay deb javob bergan holda 100 kilovat quyosh paneli qo'yganmiz va quyosh panelini bo'lib to'lash sharti bilan bugungi kunda to'lov qilib boryapmiz. Har oy 33 milliondan to'lab boramiz va bugun chiqindixonamiz ham yangi zamonaviy shaklga keltirish, yer osti chiqindixonasi qilishga biz ham tashabbus boshlaganmiz. Bu narsani qurilishini boshladik va yaqin orada shaharliklarimizga, samarqandliklarimizga yer osti chiqindixonani loyihasini taqdim etish taraddudida turibmiz. Yarmarkamiz, oziq-ovqat yarmarkamiz yil davomida deyarli yil 365 kun bo'lsa, endi bizda sanitariya kunlarimizni inobatga oladigan bo'lsak, 300 kun davomida o'z faoliyatini davom ettirib turibdi, ishlayapti. Yana bozorda bugun viloyat prokurori, shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va boshqa soliq idoralari boshliqlari ko'magida bugun 100% sabzavot mahsulotlarimizdan, meva mahsulotlarimizdan va albatta quruq meva mahsulotlarimizni ham hammasini to'liq rasda ustiga olganmiz. Bugun yana bozorimizda yana ko'p o'zgarishlar, chet ellik mana UNESCO tadbiri bo'lishi munosabati bilan chet ellik mehmonlar juda katta oqimi kelishi kuzatilmoqda, kutilmoqda va bunga ham tayyorgarlik jarayonlarida sanitariya, gigiyena, tozalikka bugun qattiq bel bog'laganmiz va qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz va bozor tarixida bo'lmagan, shu oxirgi 12-15 yilda bo'lmagan yangiliklarga ham sababchi bo'ldik. Bugun 35 million miqdorda shahar hokimiyatiga bozorlar bilmadim dividend to'laganini eshitmagan ekanman. Haqiqatan biz dividend to'ladik. Shu yil 300 millionga chiqarish niyatidamiz. Kelasi yil o'shani 1 milliardga chiqishi uchun bel bog'laymiz nasib bo'lsa. Ilgarilari aralash joylashtirilgan mahsulotlar hozir kunga kelib, turiga qarab alohida hududlarga bo'lingan holda savdo qilinmoqda. Hunarmandlar bo'limida esa sayyohlar qo'l mehnati qay tartibda amalga oshirilishini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin bo'ladi. Siyob bozorida bizni hayratlantiradigan yana bir narsalardan biri mana bu kitob bo'ldi. Bu kitobni ichini ochganimizda bu yerda varaqlar emas, aksincha shirinliklarni ko'rishingiz mumkin. Odatda har yil bayramlarda tashkil etiladigan a'zolashtirilgan yarmarka bu yerda har kuni ish olib borar ekan. Mas yoqdi shu arzonlashtirilgan yarmarkani. Endi yarmarkani ikkisi bor. Narxlari arzon, boshqa yerlardan supermarket ko'rganga. Endi bozor bo'lganda shunaqa bo'lishi kerak, toza, ozoda, hamma narsa yaxshi. Ma'muriyatiga, bozor ma'muriyatiga sizlarga ham rahmatlar shunday olib kelib turinglar. Bozorning unisini ko'ringlar. Hayotkasini toza, ozoda. Magazin bilan bu yerda farqi bormi? Ha, bor. Bor farqi. Taqqoslab ko'rdingizmi? Taqqoslaganman 1-2 marta. Arzonroq ham bu yer. Ha, bu yer arzonroq. Xola, nech puldan oldingiz hozir go'shtni? Mana 65 dan. Lahm go'shtmi? Ha, lahm go'sht, yaxshi. Bolalar yaxshi savdo qilyapti. Ma'qul bo'ldi sizga go'sht? Ma'qul, rahmat. Ilgari qanchadan olardingiz? 120, 130 dan go'sht berib, birinchi marta olyapmiz endi bu yerdan. Yeb ko'raylikchi. Oldin qanday edi, hozir qanday bozor? Tartibi? Yaxshi, zo'r. Mana hamma joy ochiq, oydin nima. Ilgari qanday bo'laydi? Ilgari ham yaxshi edi-yu, faqat yo'lga o'tirardi-da. Hozir bir lavkalar ko'chibdimi savdogarlar? Ha, mana yaxshi bo'lgan, hamma narxi arzon. Hozir ko'rdikda kameralar qo'yilgan ekan. Qanaqa vazifa bajaryapti o'shalar? O'zimiz kelganimizda misol o'tgan yil 2025-yil holatiga solishtiradigan bo'lsak, bozorimiz hududida 16 ta kamera bor edi. Bugun uni sonini 36 taga chiqardik va hammasi to'liq ishlayapti. Undan tashqari 97 ta raqamli bozorga integratsiya qilingan kameralar viloyat prokurori boshchiligida davlatimiz rahbariga haqiqatda shunaqa axborot berilgan edi. Biz Samarqand shahrida birinchilardan bo'lib raqamli bozor tizimiga o'tkazilganmiz va raqamli bozor tizimi bo'yicha har bitta kamera sun'iy intellektga bog'langan. Sun'iy intellekt
1904 ta rastadan nechtasi bugun ishlayapti, nechtasida bugun mahsulot sotilyapti, nechtasi bo'sh ekanligi haqida ochiq, shaffof, oshkoralik bilan ma'lumot berib turadi va uni nazoratchilar o'shani terib, o'shani davlat bozorni kirim kassalariga kirim qiladi va albatta bundan bizga davlatga, soliq ishchilarga oylik to'lanadi. Shu sun'iy intellekt qanchalik darajada foyda keltirdi? O'tgan xuddi shu vaqtda kunlik tushum qancha bo'lgan, hozir tushum qanchaga o'zgardi? Sun'iy intellekt o'sha integratsiya qilingandan beri 12% ga o'zgardi. O'tgan yil shu vaqtda misol 350 million tushum bo'lgan bo'lsa, endi buni bugungi kundagi narxlar oshishi hammasi bilan hisoblanadigan bo'lsak, avgust oyida bizlarniki qariyb 500 million bo'ldi. Bu juda katta o'zgarish desak ham bo'ladi. Agar bu sonlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu 30% farqni beradi. 30% farq bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tartib o'rnatilgan dargohda rivojlanish bo'ladi deb bejizga aytishmaydi. Umid qilamizki, supermarket yoki ko'chadagi do'konlardan tekshirilmagan, sifat sertifikati mavjud bo'lmagan mahsulotlarni sotib olib, iste'mol qilgandan ko'ra, bozorga kirishi bilan veterinar vrachlar nazoratdan o'tadigan meva-sabzavot, tuxum yoki go'shtlarni tanovul qilishingiz ma'qul emasmi? Bozorni tartibga solinganligi suhbatdoshlarimizning aytishicha, ham savdoga, ham xaridorga qulaylik tug'dirmoqda ekan. Ilgari qanday bo'ladi savdolaringiz? Siz bunday. Вообще bir xalda yuk sotolmaydik. Xaridga bo'lsa bo'lar ekan-ku. Ilgari yirik savdo qilarmi deydi. Ha, sust. Hozir yaxshi, rahmat. Yaxshimi вообще zo'r savdo qildik. Zo'r savdo bo'lsin, chekni ko'tarsin. Onang bozor, otang bozor deganlaridek, har bir tovarning bahosini, uning talabgirligini bozor belgilab beradi. Yangilangan Siyob bozori hamshaharlarimiz yoki mehmonlar uchun doimo ochiq. Uz Murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragiyev, Samarqand.